Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz Farg'ona shahrida xonadon uchun umumiy quvvati 50 kW bo'lgan quyosh elektr stansiyasini ishga qo'yish jarayonidamiz. Panellarimiz to'g'ri 180 gradus janubga qaragan. Xo'p, qiyalik graduslari 33 gradus qilib qilingan. Sifatli materiallardan kreplenalar bilan chiroyli qilib qilingan. Bu obyektimiz umumiy quvvati 50 kW. Xo'p. Pastki qatorlari bir-biriga umuman soyalanishlari yo'q. Xo'p, sizlarga keyingi qatorlarni ham ko'rsatib o'taman. Dronda olishni iloji yo'q buni endi. Dronimiz bo'lganda to'liq yana tepadan ko'rsatib berardim. Bir-biriga mana soyalanish bo'lmaydi. Hali ob'ekt bo'lgani yo'q. Juda yaxshi, mana shunaqa holatda chiroyli qilib qilingan. Panellarimizning quvvati 50 kW tashkil etadi. Har bir panelimiz donasiga Jinko bu 625 vattligi original panel. Umumiy quvvati 50 kW tashkil qiladi. Mana shunaqa qilib janubga tekis qilib o'rnatilgan. Pastda hozir montaj ishlarimizni ham tugatdik, invertorimizni ishga qo'ydik. Sizlarga hozir hammasini to'liq ko'rsatib o'taman. Tomni mana shu qismidan sizlarga yana ham to'liqroq ko'rsatish imkoni bor ekan. Hozir mana shu yerdan ham bitta syomka qilyapman. Shunaqa qilib montajlarimiz, panellarimiz shunaqa qilib o'rnashtirildi. Sig'may qolgan 6 ta panelni tomda oxirgi qismiga to'lg'izib, chiroyli qilib berdik. Oralari 3 metrdan oshiq, shuni hisobiga bir-biriga soyalanishlar bo'lmaydi. Farg'ona shahridagi obyektimiz o'z yakuniga yetdi. Sizlarga mana montajlarni, ikki invertorda ishlab turishini ko'rsataman degandim. Mana shunaqa sifatli ishlarni amalga oshirganmiz. Invertorimiz ham ishlab turibdi. Hozirgi vaqtga 36 kW, 37 kW ishlab turibdi. Obyektgacha bo'lgan vaqtga bu yaxshi natija. Ishlarimiz mana shunaqa sifatli amalga oshirildi. Xizmatlar bo'yicha o'zimizga murojaat qilasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar.